Erkin Vohidov taniqli o'zbek shoiri, dramaturg, tarjimon va davlat arbobi. Erkin Vohidov 1983-yil Hamza nomidagi O'zbekiston SSR davlat mukofoti bilan taqdirlangan. 1987-yil O'zbekiston xalq shoiri unvonini olgan. 1999-yilda esa oliy darajadagi O'zbekiston qahramoni mukofotiga sazovor bo'lgan. Mening yulduzim Erkin Vohidovning ilk she'riy to'plamlaridan biridir. To'plam nomi shu nomli she'r nomidan olingan. 2018-yilda shoirning yana bir to'plami Mening yulduzim nomi bilan chop etilgan. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning turli yillarda yaratilgan dilbar she'rlarining eng saralari ushbu saylanmada jamlangan. Garchi shuncha mag'rur tursa ham, piyolaga egilar choynak. Shunday ekan manmanlik nechun? Kibru havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan. Piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Seni yodlar tugul hatto, qilurman rashk o'zimdan ham. Uzoqroq termulib qolsam, bo'lurman g'ash ko'zimdan ham. Ko'zim yongay senga nargiz, ko'zing tiksa chamanlarda, yashirmam lolaga rashkim, ayon bo'lgay yuzimdan ham. Aziz kitobxon, ushbu saylanmaga shoirning 56 ta turfa she'rlari jamlangan she'riy to'plamni sizlarga o'qishni tavsiya qilamiz.